Endi maktablar uchun oq kofta, qora yubka, shim qidirib yurmaysiz, chunki bu maktabda forma umuman talab qilinmaydi. Darslarga istalgan kiyimingizda kelib qatnashishingiz mumkin. Ertalab shirin uyqungizdan kechib 8 da maktabga farzandingizni yuborishingiz shart emas, chunki bu yerda darslar soat 9:00 dan boshlanadi va 16:00 gacha davom etadi. Maktabga tayyorlov guruhlari ham mavjud bo'lib, bog'cha yoshidagi farzandingizni 100% ingliz tilida o'qitishadi. Ustozlar esa 12 yillik tajribaga ega, Amerika va Germaniyada ishlab kelgan professional o'qituvchilar hisoblanadi. Farzandingizni bemalol ishonib topshirsangiz bo'ladi. Maktabga borib kelishdan umuman xavotir olmasangiz bo'ladi, chunki maktabda uyingizdan to maktabgacha va maktabdan uyingizga eltib qo'yish xizmati mavjud. Transportda esa GPS bilan farzandingiz qayerda kelib borayotganini ko'rib turishingiz mumkin. Bularning barchasi Albion ingliz maktabida. Qabul hali ham davom etmoqda. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Manzil esa Oltiariq markazi Shoh Tolib jome masjidining yonginasida. Sizlarni hammangizni kutib qolamiz.